Ijtimoiy tarmoqlarda Lola Tillayevaning o'z marhum otasi, O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni xotirlab chiqargan bir video murojaati turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu muhokamalar maydoni shunaqangi keng bo'ldiki, negadir jamoatchilikning eng faol qatlamlari ham buni hazm qila olishmadi. Ey do'stlar, Lola Tillayevani murojaatini bir to'g'ri ma'noda qabul qilishning imkoni bormi? Islom Karimov haqidagi bizni fikrlarimiz Lola Tillayevaning so'zlaridan keyin ham yoki sizning bildirgan g'alati munosabatingizdan keyin ham o'zgarmaydi. U baribir bizni xotiramizda O'zbekistonni mustaqillikka yetaklagan va boshlang'ich yillarda o'zining mehnatini singdirgan inson sifatida gavdalanaveradi baribir. Va yana bu yerda bitta haqiqat bor. Farzand uchun uning ota-onasidan ideal inson yo'q. Agarki marhum Islom Abdug'aniyevich Karimov o'qituvchi bo'lganida, bugun Lola Tillayeva